Assalomu alaykum radnoylarim. Qo'shni davlat aka Qobiljon ukamizni joyi jannatda bo'lsin. Mana qora akamiz Muhammad Yusuf bir duo qilib qo'yadilar. Like uchun emas, papiska uchun emas. Shu qo'ldan kelguncha shu ukamizni bir tinglanglar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elem a'had ileykum ya bani Adem la ta'buduş şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Ve na'buduni hâzâ sıratun mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadaqallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ellezî et'amena ve sakana ve cealena minel muslimin. Allahümme rızıkna bi gayri hisab. Cezakumullahu hayran kesiren kesira. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allah'ım şu kıyan kalamda evvela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ruhbaklarına bağışladık. Ve dostumuz Qobiljon'u ruhbaklarına bağışladık. Joylari jannatdan bo'lsin, qabrlari tinch bo'lsin, qabrlari nurga to'lsin, jannat bog'lariga kirish nasib qilsin. Allohim Qobiljonning oilasiga sabr toqat tilayman. Va sallallohu taala xayru xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika rahmatullah. Amin. Allohu akbar. Radnoylar, Qobiljon do'stimiz ilohim joyi jannatdan bo'lsin. Biz bu narsani hayb uchun qilganimiz yo'q, papiska uchun qilganimiz yo'q. Bu qora akamiz bir o'zini do'stlari uchun bir chiroyli duo qilib qo'ydilar. Sizlar ham duomizga qo'shilasizlar, sog' bo'lasizlar.